Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Detxan. Hammalarga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz do'stlar, bugungi videomizda noan'anaviy bo'ladi. Do'stlar, bugun do'stlar videomizda TikTok reaksiyasi bo'ladi. Xudo xolisa, bugun nima deydi, azizcha o'yladan, nima deydi, dam olib, azizcha nima deydi, hordiq chiqaramiz bu videoda do'stlar. Bo'lmasa, videoni boshlashdan avval like masalan shaqillatni bosib qo'ying. Bu fikr, bu takliflarni videoni kommentariyga yozib qoldirish esingizdan chiqmas do'stlarim. Kanalda yangi bo'lganlar albatta obuna bo'lib qo'yish. Esdan chiqmasa yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yangi chiqayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasiz do'stlar. Hammalarga xush kelibsiz do'stlar. Davay kelinglar. Endi 1,5 mingta like menimcha sal og'irlik qotdi sizlarga do'stlar. Davay kelinglar. Har kuni video chiqadi. Sizlar albatta 1000 ta like qilib qo'yinglar do'stlar. 1,5 mingtaga sal nima deydi? Og'irlik botdi bo'lsa kerak do'stlar. O'shaning uchun davay kelinglar. 1000 ta like qilishga harakat qilamiz videoni. Har kuni bir kun ichida 1000 tadan like yig'ib turursak do'stlar, har kuni video chiqaramiz. O'shaning uchun albatta like bosish esingizdan chiqmas do'stlar. Bo'lmasa hamma yaxshi hordiq, biz esa videoni boshladik. Hamma qoshiqda yeyapti-da, ustozlar ham qoshiqda yeyapti-da. Bitta aka kimligini aytmayman. Qo'lda shunaqa yeyapti. Endi bitta tiqqanda aka shu chiniday qilib tiqyapti-da. O'pirib tashlayapti-da tovoqni. Ustoziga qarab, "Maya qara" dedi, "Sen oshdi" dedi. "Zo'r yer ekansan" dedi. "Ha endi qarasa. Ha buni oshishingni bilganimda po'rga yetardi, bir yo'l og'zingga damlab qo'ya qolardim" dedi. Deganlarki, oradan bir yarim soat yana osh tovoqlarni olib tashlab, mevalar, pista bodomlar keldi. Yana aski anekdot bo'lyapti. Haligi aka pistani chaqadi, gapirmaydi lekin gapirmaydi. Просто kuladi-da, pistani. Deydi olmani artadi. Qulpini oladi. Gulasa. Qadamaga mela. "Boya qara" dedi. Yana. Xo'sh, zo'r anaqa ekan-a. Sen og'zingni bozorlikka olib chiqamiz dedi. Mayli. Keyin yana tugadi. Hamma narsa yig'ishtirilgan. Yer yong'oq, bir narsalar qolgan. Hamma charchagan. Bugun narsa aka yer yong'oqchasi. Ne qarab. Sal ozgina sabr qilgan. Ketyapti shu dasturxonda og'zingga qoqamiz. Yomg'irladi o'sha. Вообще. Con gái như ngọc ngà, dáng đi kiêu xa, còn đôi mắt phải Shit. Ey, base commentary. Baş tushunmaydi bunaqalarga. Tala 32,600 so'mlarga bo'lsa qalaq qilar. Ne ko'radiganlar bor. Content. Rasa hit bo'ldi demoqchi ham. Arabadan atladı, amı patladı, arabadan atladı, amı patladı. Cırtlak şeyi patladı, O'xshatdim. More for being my goddamn cookies, huh? Hey! Stop that! Oh my god! How about that, bitch? How about that, huh? Dude, get out! Damn you! Get out there! How about that, huh? How about that? How about that for your PlayStation 4? There it is! How about... More for being my... Вообще, жесткий bobo ekanlar. Lekin jostki ekan, lekin gap yo'q. Bunaqa boboy bilan o'ynash kerak emas.
Sen kimsan? Men Tursunxonman, Savobat jiyanlar. Content, поехала dedi. Oy. Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Ketdi. Lekin mana shu multfilmlarning legendasi bo'ladi deb o'ylash, Бессмертный. Bir videosi chiqib ketgan edi qanaqadir, anaqada o'lgan anaqasi videosi уже qiqqida уже qarichilikdan o'lgan videosi chiqib ketdi. Xullasda joy hit bo'ldi mana shu narsa. Kim qilishi bilsa o'sha hit bo'lyapti lekin. Voy 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 voy. Yomon otdi lekin bor. O'sha olganni qayt. Gap yo'q. Hey, gap yo'q, lekin shularga bor. Ashi gap yo'q. Zo'r ketishyapti lekin mana shular. Shu Vine'ni ham, ideyani ham cho'tki qilishyapti. Bizga ham nasib qilsa shunaqa millionlar. Lekin nasib qilsa, havas qildik. Malades bolalar. Argentinani ajjali deb qarayaptim orqaga. Kommentariyada yozib qoldiringlar, Argentina yoki Fransiya kim chempion bo'ladi? Albatta, fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.
Duda ham ket ottiladi, buni orqaga qarattiladi. Bizni hayotimizni shularga topshiruvmi deydi, nima qarab qo'yattiladi. Takoy. Bu ham noto'g'ri. Ko'rasizlar hozir yoshlarni. Nima ani o'zbek tili deb gap chiqib ketdi ani. Neffer bo'lib ketishyapti bolalar. Sochlarni o'stirib, mana tushirib, nimadir qilib, mana yurishadimi yo'qoqsini. Biz ham yoshida bir soch o'stirgandan, hit bo'lgandan orqa tarafni o'stirish, endi ja unaqa qilib yuraganmiz. Lekin baribir ham hurmat yo'q edi. Hozir mana ko'rasizlar, do'da o'tib ketadi, hurmat yo'q edi, kattaligi, starshilik hurmat yo'q. Biz paytda hurmat bo'lardi. Zidanga ham hayronman. Nimaga tezroq Grizmanni tushirmaydi, ha? Nima? Qaysi Grizmanni? Antuan Grizmanni-da. Reaksiyada. Bu yerda Antuan Grizmann nima qiladi? Nima qiladi? Futbol o'ynaydi. Ha, bu yerda qanaqasiga o'ynaydi? Zo'r o'ynaydi. To'g'rimi tanidika? Ha, jimotan. O'zi vaziyat xavfsiz bo'lib turibdi. Bir bo'lib. Hujum yetishmayapti-da, hujum. O'shan shuni aytyapman, Grizmanni tushirish kerak. Zo'r o'ynaydi. Qo'l. Oshqovoq. Antuan Grizmann Atletico Madridda o'ynaydi-yu. Jimotan. Grizmann tushganda zo'r o'ynaydi. Дойти до чужой штрафной. Иско. 40-метровую линию на чужой половине поля. Карим Бензема. Налево Бензема. Входит в штрафную Бензема и катит под удар кроссу. Тот щечкой, но слишком слабо пробил. А Казимир сейчас сильно бьет. Zidanga ham Kalbimi dindir